Assalomu alaykum. Azizlar, bugun umumiy arteologiya faniga kirish haqida gaplashib o'tamiz. Iltimos, kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Arteologiya yunoncha artron bo'g'im so'zidan olingan bo'lib, suyaklarning birikishini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Sindesmologiya yunoncha sindesmon, suyaklarning birlashishini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Artrosindesmologiya esa suyaklarning birlashuvini o'rganuvchi fan hisoblanadi. Birlashuvlar haqidagi umumiy ma'lumot. Suyaklarning birikishi ikki guruhga bo'lib o'rganiladi. Birinchisi fibroz birikishlar, articulationis fibrosa va ikkinchisi sinovial birikishlar, articulationis sinovialis deb ataladi. Fibroz va sinovial birikishlar skelet sistemasida turli darajada harakatchanlikka ega bo'lib, bir-biridan u yoki bu turdagi mexanik yuklamani ushlab turishga ko'ra farqlanadi. Uzluksiz sinartrozis, artikulatsiya fibrozi va uzlukli diartrozis, artikulatsiya sinoviali deb ataladi. Bo'g'imlarning sinflanishi. Bo'g'im yuzasining soniga ko'ra oddiy bo'g'imlar, artikulatsiya simplex, murakkab bo'g'im, artikulatsiya kompozita, kombinirlashgan bo'g'im, artikulatsiya kombinata va kompleks bo'g'im, artikulatsiya kompleksga bo'linadi. Bo'g'im yuzasining shakliga ko'ra sharsimon bo'g'im, artikulatsiya sferoidea, silliq yoki yassi bo'g'im, artikulatsiya plana, ellipssimon bo'g'im, artikulatsiya ellipsoidea yoki kondilaris, egarsimon yoki o'tirg'ichsimon bo'g'im, artikulatsiya sellaris, ovalsimon bo'g'im, artikulatsiya ovoidalis, silindrsimon bo'g'im, artikulatsiya silindrika, g'altaksimon bo'g'im, artikulatsiya surxliaris kabi turlarga bo'linadi. O'qiga ko'ra bir o'qli bo'g'imlar, ikki o'qli bo'g'imlar, uch o'qli bo'g'imlarga bo'linadi. Bir o'qli bo'g'imlar monoksial bo'g'imlar ham deb ataladi. Ularga silindrsimon, g'altaksimon, vintsimon bo'g'imlar kiradi. Ikki o'qli bo'g'imlar esa biaksial bo'g'imlar deb atalib, ellipssimon, egarsimon, do'ngli bo'g'imlar kiradi. Uch o'qli bo'g'imlar multiaksial bo'g'im deb atalib, sharsimon, kosasimon, yassi bo'g'imlarni o'z ichiga oladi. Tana suyaklarining birikishiga ko'ra, ya'ni anatomotopografik sinflanishiga ko'ra, bo'g'imlar kalla suyaklari birikishi, ya'ni miya qutisi va suyaklar, yuz suyaklarining birikishi, ikkinchisi gavda suyaklarining birikishi, ya'ni umurtqa pog'onasi va ko'krak qafas suyaklarining birikishi, qo'l suyaklarining birikishi yoki bular yelka kamari hamda qo'lning erkin suyaklarining birikishi, oyoq suyaklarining birikishi, chanoq kamari va oyoq erki suyaklarining birikishi kabi qismlarga, sohalarga bo'linadi. Sinartroz, artikulatsiya fibrozi yoki uzluksiz birikish. Fibroz birikish, artikulatsiya fibrozi suyaklarning turli ko'rinishdagi biriktiruvchi to'qimalar, zich, biriktiruvchi tog'ay yoki suyak to'qimasi orqali uzluksiz birikishi hisoblanadi. Uzluksiz to'qima qavati orqali birikish turi bo'lib, to'qimaning tabiatiga ko'ra yunktura fibrozi, sindesmoz, biriktiruvchi to'qima orqali, yunktura kartilaginea, sinxandroz, tog'ay to'qimasi orqali, yunktura ossea, sinestos, suyak to'qimasi orqali birikish turlariga misol bo'ladi. Sindesmozlar suyaklar orasidagi birikish hosil qiluvchi zich biriktiruvchi to'qimadan tashkil topgan, ya'ni suyaklarni zich biriktiruvchi to'qima yordamida birikish usuli hisoblanadi. Ular quyidagilar yordamida birikishi mumkin. Birinchisi bog'lamlar orqali, ya'ni bog'lam ligamentum orqali, ikkinchisi membrana orqali, uchinchisi choklar orqali, gomfizis, tish ildizining jag' suyaklariga birikishi, fontikuli, liqildoq orqali, bu faqat chaqaloqlarda uchraydigan turi hisoblanadi. Choklar sutura bosh suyagidagi kalla gumbazi va yuz suyaklarining o'zaro birlashishida hosil bo'ladi. Ular o'zaro birlashtiruvchi qo'shni suyaklar qirg'oqlari orasida tortilgan zich biriktiruvchi to'qimadan tashkil topadi. Yosh ulg'aygan sari zich biriktiruvchi to'qimani suyak to'qimasiga aylanib borishi tufayli choklar suyaklanib boradi. Choklarning relyefi va birlashtiruvchi qirg'oqlarining bir-biriga yoki holatiga ko'ra quyidagi choklar farqlanadi. Birinchisi sutura serrata, zich yoki tishli, sutura skvamoza, pallasimon, sutura plana, yassi, sutura shindilezis, tilim choklar tafovut qilinadi. Sinestos bu suyaklarni o'zaro suyak bilan birikishi hisoblanadi. Suyaklar oralig'idagi tog'ay va fibroz to'qimaning suyaklanishidan hosil bo'ladi. Shuning uchun sinxandroz va sindesmoz vaqt o'tishi bilan sinestozga aylanadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Diartroz, artikulatsion sinoviale yoki sinovial bo'g'im. Birikayotgan suyaklar o'rtasidagi bo'shliq bo'lib, bu bo'shliq sinovial suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Ikkita suyak o'rtasidagi uzilish mavjud bo'ladi. Bu yerda diartrozlarda bo'g'im komponentlari mavjud bo'lib, asosiy bo'g'im komponentlari va qo'shimcha bo'g'im komponentlarini o'z ichiga oladi. Asosiy bo'g'im komponentlariga
fasciis articularis, ya'ni cartilago articularis bilan qoplangan silliq tog'ay, ya'ni suyakning bo'g'im ichidagi bo'g'im yuzasi kiradi. Ikkinchisi cavitas articularis, ya'ni bo'g'im bo'shlig'i kiradi. Uchinchisi kapsula articularis, ya'ni bo'g'im kapsulasi, bo'g'im bo'shlig'ini o'rab turuvchi parda, bo'g'im suyuqligida to'ldirib turuvchi sinovia, ya'ni sinovial suyuqlikni o'z ichiga oladi. Komponentning qo'shimcha komponentlariga esa bo'ylamlar, ya'ni bo'ylamlar ekstrakapsular, inkapsular hamda kapsular bog'lonlarga bo'linadi. Discus articularis, meningus articularis, labrum articularis, villi sinovialis, plica sinovialis, bursa sinovialis kabi qo'shimcha kompaniya bo'ladi. Bugun mavzuyimizga doir bo'lgan lotin tilidagi lug'atlarning tarjimasi haqida ushbu rasmdan bevosita yodlab olishingiz mumkin bo'ladi. Iltimos, kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Boringiz uchun kattakon rahmat. YouTube'dagi Karalimet Edu hamda Telegramdagi Karalimet Edu kanallarimizga bevosita bog'lanib olishingiz mumkin bo'ladi. Eng yangi videolarni aynan shu joylarda topishingiz mumkin. Bundan tashqari Karalimet Edu.uz sayti orqali ham bizni kuzatib borishingiz mumkin.